Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turganlar, like bosib, kommentariyani yozib bang'illab turganlar. Bugun mana 2025-yil 12-noyabr. Bizda hozir havo -8. Bu -8 Sibirda juda ham issiq degani. Bizda kechasi bilan tinmay qor yog'di. Biz bugungi ish kunimizni boshladik. Xudo xolasa shu qorlarni kurash bilan boshlaymiz birinchi. Bizning birinchi ish kunimiz lesalarni ustiga mana shunday qorlarni tushirishdan iborat. Keyin qolganini davom ettiramiz dedi. Mana qor kechqurun juda ham qattiq yog'di. Men sizlarga video qilib ko'rsatmoqchi edim. Mana imkoniyat bo'lmadi. Xullas Xudo xolasa agar bugun yana shunaqangi qor yog'sa ko'rsataman. Bugun yog'ishi aniq, chunki osmon yog'aman deb turibdi qor. Mana bizni zimlagimiz, bag'am Rishtonni akaxon. Boljon degan akaxonimiz. Tomni nima qilish bilan ovora.